Zokir aka bilan zo'r keys bo'ldi. 5-oyda lead generatsiya bo'yicha ishladik Zokir akaga. Zokir aka uchun lead generatsiyaga $300 sarflab, necha pul sotib bo'ldi Zokir aka? 13-15 ming atrofida sotuv bo'ldi. 13 ming, 15 ming atrofida sotuv bo'ldi. Hali ishlarimiz yoqdimi Zokir aka? Birinchi o'sha target yoqilganda biz shunday ham bildikki, что biz ham ozgina tayyorgarlik qilishimiz kerak ekan. Bemorlar bilan gaplashish, aloqa bilan, call centerlar bilan mana shu narsalarda o'zimizning kamchiligimizni keyin ko'rib chiqdik. Keyingi ikkinchi natijada biz ancha уже mutaxassis bo'lgan holatda keyin уже professionalliroq urovenda keyin ishladik. Zokir aka bilan 6 oylik shartnoma qilgandik. Zokir aka bilan 6 oylik shartnomani tugatdik. Zokir aka qalay bo'ldi o'zi? 6 oy ichida natijalar yoqdimi sizga? Da, конечно, 6 oy bu katta srok. Kimlargadir qanaqa bilmayman, lekin men uchun 6 oyda qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qancha подписчик yig'amiz deb fokus boshqa joyga qaratilgan edi, lekin keyin hammasini tartib bilan tushuntirib berdilar. Yo'q, xudo xolasa hozirgacha ham mana rezultatda ishlayapmiz. O'sha mana keyingi 6 oylikda shartnoma tuzyapmiz, xudo xolasa. Ishimizdan rozimisiz? Ha, roziman. Endi men o'ylaymanki, birinchi 6 oyga nisbatan keyingi ikkinchi 6 oyligimiz endi xudo xolasa yana ham professionalroq bo'ladi. Bizani bir-birimizni tushunishimizni birinchi 6 oylikda tushunish bilan yarmi o'tib ketgan bo'lsa, endi bizada imo-ishora bilan, ya'ni u narsa o'sha kog'iz narsa bilan o'sha tushuntirish ishlari bilan olib boriladi. Unga ko'p vaqt ketmaydi deb o'ylayman. Keyin kadr ortida ham, kadr oldida ham o'zimni ham qanaqa tutishim va qanaqa yetkazib berishlarim darajasi o'zimni ham o'sha qanaqadir professional darajam o'sha ko'tarildi deb hisoblayman. Endi bu yog'iga xudo xolasa undan ham zo'r kontentlar qilamiz degan umiddaman. Xudo xolasa. Natija zo'r, xudo xolasa. Rozimisiz? Roziman. Rahmat Zokir aka. Sog' bo'ling. Ishlarimiz bardavom bo'lsin. Rahmat.